Bruklindagi uylar. Bruklinda aholi zich yashagani uchun uylari ham shunaqa kichkina. Odatda bir-biriga juda yaqin, hovlisi juda kichik bo'ladi, lekin uylar juda qimmat. Bu yerda rent to'lovlari ham qimmat, sotib olish ham juda qimmat Bruklinda. Chunki hamma immigrantlar boshida kelib Bruklinga joylashadi. Bruklin bu Nyu-York yuragi. Shunaqa uylarni bu tarafdagi uylar. Har doim parkovka muammo. Aholi lekin juda ham ko'p. Bruklin bu eng aholi zich joylashgan shahri. Ko'chalari ham nisbatan bardak bo'ladi. Chunki har xil millatdan odam yashaydi deb bu yerda. Boshida kelganimda voy Amerika shuni maqtagan Amerika mashina deb aytganman boshida. Boshqa joylarni ko'rmagunimgacha boshida kelib to'g'ri Bruklinga kelganman ko'p. O'shaning uchun shunaqa deb o'ylaganman. Bu yerda oshxonalar ham ko'p, o'zbek milliy taomlari ham juda ko'p. Ko'plar qatiydi. Xullas, Bruklin biznes qilishga ham yaxshi joy. Chunki bu yerda o'zbeklar, arab, tojiklar, boshqa millatlar ham juda ko'pchilik yashashganligi uchun bu yerda biznes qilish ham nisbatan oson. Yurib ketishi aniq bu yerda bizneslar. Lekin qimmat. Hamma narsa qimmat. Mana uylar. Bruklindagi uylar, mana shu uylar. Qaranglar, oddiy ko'rinishi bunaqa. Bir wow deydigan uylar emas, lekin juda qimmat bu uylar. Hop $1 million boshlanadi. Uylar narxi 700 ming, 800 ming so'mga topasanglar, agar topilib qolsa, sotib olishda bu omad deyishadi. Shunaqa uylar. Rent to'lovlari ham juda qimmat. Mana pastida ham eshik bor, tepasida ham so'rayotgan bo'lsalar, pastki qismi alohida odam rent to'lab turadi, tepasida ham alohida. Nimaga hamma Bruklinga chopadi? Sababi bu yerda yashash oson. Ya'ni til bilmasdan ham yashab ketish mumkin.